Aka, mana qiziqqin çayını demlep kiribidin. Sık işe. Vay aka, bu yaqindan beri bek xali top qalatsın ha? Hiç qachon qilib boqmagan ishlarni qilib, oy mana bolalarımni sotqa arz qildim. Xislatning shirkitiga berib jidal chiqadim. Yana texe, bu direktorni chaqirib bu yerda o'sal qilishtiringchi. So'zad nima bo'ldi aka? Aslida balduroq shunda qilsam bo'pti kafkam. Ham balduroq shunda qilgan bo'lsa, xislat mavaqi bola yuz ko'rib bo'ladi-ki. Oy shundaqmi aka? Oy nemish shunday qilsa? Nemish shunday qilatdim? Shuning uchun shunday qildim. Yaxshi qildingiz, Jasur doktor. Nimani? Rasm deganda bu bosqich kelib qolgan bemorni vaqtida ogohlantirib qo'ygan tuzuk. Agar davomli davolashni tanlagan bo'lsak, butun kuchimiz bilan davolagan taqdirda uni saqlab ketish notayin. Bu bak aqllanlik bo'ldi. Shundaqmi? Kirim. Hozir chiqay. Mana chiqaymiz. Tamam. Dostum, yana bir necha kun yetib qolmasam bo'lardi. Rahmat dostum. Elim ko'p avvar oldim. Men chaqirtirgansiz. Dostumning sizga deydigan gap bor ekan shuncha. Ama men uydagilarga telefon qilib qolgandim. Qopolmay oldiga chiqib qarab boqamsan. Bo'ladi. Rahmat. Jasur, men qizimga telefon qilib to'yni oldiga surgizdim. Bu to'yning oldiga surgan sababini so'rab mendan qopib ketdi. Qizingizda bilmamdi. O degidek yaxshi olmasa, o to'y qiladi. Sen baliq bo'lganda ondan dadini qilib tushunsan. Nashima, sen kelgusda haqiqatda yaxshi doktor bo'la olasan. Rahmat. Jasur, sizdek doktor o'g'li bor bo'lganda da haqiqatdan baxtli. Hiç bo'lmaganda doktorga mendek tashlab etib qolmaydi. Shundaqmi? Mening vaqtim oz qoldi. Qizimga miro bo'lib, keyingi kunimni yaxshi o'tkazay. Mendan dadangizga salom ayting. Xayr bo'lsin. Amon bo'l. Rahmat. Siz faqat 3 oylar dadingiz bilan birga turolmamsiz? Uzunmi emas, qisqami emas 3 oylar. Ayolunuz bilan dadinizning uyida 3 oygacha birga tursiz. Akam 3 oy qurbonlik bera olaman. Menimcha 3 oy muvofiq. Nima? Kechda yeni görüşgil chiqamdi? Shundaq. Sen uyda xatolig'ingni tunayotgan bo'lgandan keyin berib ko'rishib kel. Voy amma. Bilsam bilmasam oshayliqi sarang advokatda shu. Bag'anda bilsa. Bu degancha buyruq. Xislat. Birey bo'lamsan? Ha. Oy! Nima bo'ldi? Nima bo'ptimi?
Müşteri çıkamsa talağa? Hey, müşteri çıkamsa? Haydi bekarım. Hey, to'xta, Xislat. Uy. Saralınıp kaldım mı ben o? Sizni ko'rishga kelgan. Ha? Sizcha chiroyingiz nima bo'ldi? Şah. Alımka, bu kallığınız tası bu yerde emasmı nima? Bu sizni yenmek bunda asan emasdi. Yığılıp kaldınız. Efkam, bu Polat zaten kandakrak bala. Yok siz Polat'ını sorab kaldınız mı? O xislatga ajoyib samimiy muomala qilgan qaram. Alımka, men shoh qildim. Ha? To'p bilanmi? To'p qayerdan keldi? Bayağı siz dikkat qilmadingiz. Men shu yerni saqlab turgan. Ya ilgirlash zo'r juma Akbarjon. Hey, Alımka. Alımka. Sizga rostini desam, Polatning tentakligini hisoblaganda u yaxshi bola. Rostmi? Shiqilib yaxshilikni sizga yetmisimi? Eski emas. Qarang, bir og'iz gapni ikki odamni tanlamoqda yotdingiz. Advokat degan advokatlar. Sert bo'ldi ya, direktor. Sizni qo'rqitib etdim. Bu qanday ish? Tushuncha bering. Nima? Siz bilan men ham ko'rishsam bo'lmamda? Yo'q, undaq emas. Shu qanday qildingiz deyman. Qanday qildim? Oldi bilan dadamizning tarbiyasini qabul qildim. Undan keyin shu samimiylik bilan ta'sirlantirdim shu. Shuni olmuştaq ko'rish ketamda, direktor. Bunda qilsak bo'lmaydi. Nimaga bo'lmaydi? İkimizning o'rtasida faqat xizmat munosabati bor. Siz degan direktor, men degan kotib. Bunda uchrashib yursak, xizmat munosabatimizga dast ketmamdi. Bu yerda direktor, kotib deb gap yo'q. Tushundingizmi? Ha? Faqat xizmat bilan Polatning ko'rishishi bilan bor. Qiz yigitning munosabatini boshqa hech qanday munosabat yo'q. Voy, bunda qilsak bo'lmaydi. Nemisi bo'lmaydi? Ish qilib bo'lmaydi. Sizlar. Mening bu fursatni qanchalik tasdiq qo'l keltirganini bilamsiz? Direktor, bunda qilmang bo'lamdi. Sizning raslam ko'nglingiz yo'qmi? Voy, meni bunda qiynamasangiz-chi. Amsida ko'nglingiz bormi yo'q? Meni yaxshi ko'ramsiz, ko'rmamsiz? Mening sizni qanchalik yaxshi ko'rganimni bilamsiz? Direktor. Men qo'rqaman. Neymidan qo'rqsiz?
muhabbatlashishdan qo'rqma. Men qarang Xislat. Ko'nglingizni tushunaman. Lekin xotirjam bo'ling. Men sizni yaxshi ko'raman Xislat. Menga bir qatim fursat bering qilamda. Rana? Bu yer turibsiz o? Sizni saqlab. Men hamsa. Bugun qor yog'ami? Bilmadi. Yaxshi bo'ladi-ya. Yig'ib qala. Apa, ben geldim. Yaxshiman, keldingizmi? Tomoq yedingizmi? Yedim. Mumkin bo'lsa uyga kelib tomoq yeng. Sirtdan tomoqlar ishlaysiz. Ha, ma'qul. Ben chiqib aramalay. Ma'qul. Ama yaxshimi? Dadamdan avval qandaroq? Shu tuniga qarasam chiroyi toz yaxshi emasdek. Yaqinda tomoqni yaxshi yeyotgandi. Akanın yakından beri tamak bağazır azlap ketivatıdı. İşteyim burunqidek emas. Özümü tamak yegim kelmeyivatıdı. Aşqazan kesilim qozulup kelavattam deken. Ögünlükü doktorxanaga berip bir tekşürtüp bakaymiken degen. Onun üstücü oruqlap kaldı. Lekinçi sen bek əzrep ketme. Akamçı həzini yaxşılaydigan doğrularını berivatma. Ha, ma'qul. Voy, Jasur. Neymi aldınız? Ciddi işim çıkıp qaldı, teşhir çıkıp kerak. Doktorxonadan telefon kelibdi mi? Yo'q, boshqa ish. O'zimga qaytib kirmaydi. Dilkanning sizlarga bo'lgan sovg'asi oshkorlandi. Bu ota-onalarimizga qilingan yaxshi sovg'a. Nobeyjinning yangi bir avlod mahsuloti Dilkan Nobeyjin. Ota-onalarimizning sog'lomligi uchun cheksiz muhabbatga to'yingan ko'nglingizni Dilkan Nobeyjin orqali ifodalang. Dilkan Nobeyjin Xinjiangning har qaysi joylaridan vakolatchi qabul qildi. Dilkan Nobeyjin. Qalğaç markalı sopun paraşütü vatan erkin çıkarıyorsun. Voy nimaning? Kırnan. Qalğaç markalı sopun paraşütü. Dada. Jasur. Niye gelsen o? Bu nime dada? Bu... Doğru. Sen doktordur bilmedin ama. Dada. Aldım hakikaten yıkılgandan keyin belim ağrıp to'xtimi dedim. Doktorga tekshirtsam bu cho'ng chataq yo'q, so'nakmi yerilmabdi dedi. Lekin o'ngda yazsam zati og'riydi. Shunga shaharlik doktorxonaga berib, bir doktor ag'inamdan nahot yalvirishtirib yurib qorani oldim. Ig'ir kasallik beradigan dori deydi. Iliq mas qilish xarakteri bor dori ekan. Shu. Bu o'pkiragi bemorlar yeydigan dori dada.
Şuna mı? Rak doğrusu da. Şunu belgilini yaptıkken de. Lekin buni og'riq to'xtatish unumi alamat yaxshi ka bolam. Sen menden bir yaşını yuşuratamsan. Senden nimani yushiratdim? Ammamni olsam yaqinda yoqqa azm qilishim faqat yaxshi emas. Shundaqmi? Hiliqi. Arzdan ishi bilan ko'nglim yerim. İştahim tutilib qolganda bo'lar. Aytib bilan doktorxona boqin. O'zim tekshirib boqay. Yo'q, men aytib boramayman. Muhim ishim bor. Amalda qoldirib et da. Amaldan qoldirsam bo'lmaydi. Men bormasam bo'lmaydigan ish dedim ku sana. Undaq bo'lsa o'g'illik bor. Men seni saqlab turay. Jasur nimanda kirishib qolsa? Tuniga tag'im men vaqirab yurdim. Bugun xuduksirab qoldimmi? Dada bir yaxshiroq tekshirib boqayli. Agar biror masala bo'lsa baldirab hal qiladisak bo'lmaydi dada. Balam, mening ya og'riqim bo'lmasa, nima ish tekshirtma? Sen rastlı benden bir narsani yushiratgan o'xshamamsan. Mening belimdan boshqa yerim og'rimasa, sen ya bel og'rig'i doktor bo'lmasa? O'zimning bemorlig'iga qarag'ina. Lekin bundan deganim bilan qaytqichi bilan ko'rishib qo'ydimmi? Tunigin ko'rishmay ketib kelsa, qon yerim bo'ldi. Kızım. Cesur qani? Cesur do'konda. Ha, men kirib chiqayamsa? Cesur. Cesur. Sizga zot nim bo'ldi? Men bilan aloqalashmaysiz. Tuniga kelganim ko'rishmayli ketibsiz. Acaba meni sizni saqlayotganimdan xabaringiz yo'qmi? Ben haqiqatli ko'ngil bilmayapsiz, men mushunday muomala qilsangiz bo'lamdi. Memdikam nerede? Memdikam nerede? Devadım ben. Ama ne uydum ki? Ay Cesur! Cesur! Cesur kira. Memdikam. Ha? Aldın qatım dadam şehirlik doktorxona bağın çağda. Rentgen tekshirishlar qildimi yo boshqa tekshirishmi qildimi? Rentgendan boshqa magnitlik tekshirishlarni qildi-ku deyman. Qanday? Bir ish bo'ldimi? Bo'ldi, tushundim. Oy, Cesur, to'xtab tur. Cesur! Cesur! Cesur. Yeni ketamsiz? Siz qachongacha meni ko'mir sevmoqchi? Qanday qaldirash bo'lib qoldim shu. Siz ertadan kesh doktorxonada aldirash o'zingiz sanishdan o'ylaysiz. Men bir minut vaqtingiz chiqarsangiz bo'lmamda. Sizin işinizden kendi süremdi. Ben siz için bozsam olmasam baribir. Ben sizga muhim emas, shundaqmi? Bak emas Berna. Siz bir erkish turib, nima degan shaxsiyatchi? Men kim bilan to'y qildim, kim bilan uy tutdim, Cesur? Ben zorlab keldim mi? O'zingiz xalab keldingiz agar tug'ingizimsa hozirlik ketdim. Cesur. Cesur.
O bek aldıraş boğaçqa şundaqmı ki balam. Bir haftadek bo'lib qoldi, o uyda tamoqmi yemay ish savatıdı. Onun qarab mening shundaq ichim og'rib qoldi. Немешқа сызынша бояпсыз? Cesur ясыға ақшық қолыны. Неде тұйықсызы cesur taraf топ қалыңыз? Bo'ldi balam. Bu ishlarni qo'yib, siz chet elga chiqib o'qiydigandan tayyorligini qiling. Bilamdi? Bir necha kun chida, ha? Bo'lsa, sizga bu gaplarni deganim bu foydasi yo'q. Öz vaqtida maskenmaysizlar. Uning tegman desam, unimaydi. Endi Qaytib keldingmi? Ha. Bundan keyin baldiroq kelam bo'lamdi qizim. Ha, ma'qul. Aql. Kirib ketdi. Sizdekmi doktor bo'lamdi? Sizni beqib tarbiyalab, doktor qilib, xo'sh bo'lib yurgan dadangizni bechora desi bo'g'idek. Ajab bu vafosiz bola ekansiz. Bu siz... Bu öpkiragi bemorlar yeydigan dori da. Shundami? Aldın qatim dadam şehirlik doktorxona borgan chaqda rentgen tekshirishlar qildimi yo boshqa tekshirish qildimi? Mening belimdan boshqa yerim og'rimisa, sen ya balog'irga doktor bo'lmisa? Yana 3 oydan keyin dadangiz sizlardan ayrilishi mumkin. Ha, bolam. Naştılık tayar bo'ldi, naştılık qilinglar. Hazırlık chiqayli. Qaysarchi? Bilmadim. Attigini yo'q. Voy, yey. Ha, mana. Ha, keldingmi? Qanday bo'ldi? Malni yetkazib bera oldingmi? Ha, unga yetkazib berdim lekin bek sovuq keldi. Tinimsiz hayotda arzu-armonlarimizni qo'g'lab, yiroqlarga ketib qoladi ekanmiz. Ammo o'tmishdagi tatli his tuyg'ularimiz hamon tonish bir sezimning g'idiqlishi bilan xiyol kechmishlarimizni sipab o'tib ketadi ekan. Bolalikdagi ashu chog'larni eslaganimda mehribon onamning mehrli simasini qavatli seg'inib ketaman. Onam boyliqim ham borliqim.